Matematikaning qiziqarli savollardan yana bittasini ko'rib o'tamiz. 18 s plus s 8s barobar 566 dan s ni toping deyapti. Bu yoqda deyapti 3 xonali songa 3 xonali sonni qo'shyapti. 566 hosil bo'lyapti degani. Ya'ni bu yoqda s'larimiz nima ekan? Raqam bu yoqda. Bunaqa misollar yechishda ustunli shaklda yozib olganimiz ancha qulay bo'ladi, ya'ni oson bo'ladi. 566. Qaysi raqamni qo'shsak, oxirgi raqami 6 bo'ladi. Ya'ni s ga s ni qo'shsak 6 ekan. Demak, undaqa sonlarimiz ikkita. Bittasi 3 bo'lishi mumkin, bittasi 8. Ya'ni 3 ga 3 qo'shsangiz oxirgi raqam 6 yoki 8 ga 8 qo'shsangiz 16. Ikkita imkoniyatimiz bor. Agar biz 8 qo'yadigan bo'lsak, 800 nechidir bo'ladi? 180 nechigadir qo'shadigan bo'lsak, 800 nechidir? Natijasi 566 bo'lmaydi. Demak, bu yerda nima qilamiz? S, ya'ni 8 variantini olib tashlaymiz. S teng 3 variantini ko'rib ko'ramiz endi. Endi 3 qo'yadigan bo'lsak, 183 qo'shamiz, S ni o'rniga 3 qo'yamiz, 8 va yana bu S ni o'rniga 3 qo'yamiz. Qo'shadigan bo'lsak 6, 8 ga 8 qo'shadigan bo'lsak 16 ni 6si bir dilda, 4 bir dildagi bilan 5. Demak, S'imizning qiymati nima ekan? 3 bo'lar ekan. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yamiz.